Bazı ağırlıklar çok hop gitti. Hiç nasıl Hadi sezilmez. dene. Şimdi burada Oyoqqa ham og'ir bora. Meni belimdan og'rig'i. Faqat oyoq. Chap oyog'imdan naskimni kiyolmayman, yurak yegizib qo'yadi. Enkayib o'tirib turib ololmayman. O'tirgan taqdirda o'tiramanki yerga. Bitta oyog'im cho'zib o'tirsam og'riq bilinmaydi. Hozir ko'ring. Hozir mashina ochib minaman deymanku, chap oyog'im ko'tarilmaydi. Yo'q. Asta o'raman. Hapshirmayman. Bu tarafdan yotsam bo'ladi. Mayli, deb aytaman olmaydi. bilen ağırlık. Bo'lsa 3 minut. Kulakta kiyip bana. Nereye de sin kulaklasa da yürüdüm. Bir gün kiyse kiyin kutar gibi aklı ve iki öbürle varsa. Hozir siz boshingizni chapga o'ngga qo'yib oling. Ama şu kulak. Kıtırlar değildir. Mayli, mayli, turavering. Qo'yardi-ku. Qo'yib yubordi? Ha, bekor qo'yib yuboribdi-da. Butun aytmang, bormagan joyim qolmay. Xudoga shukr. Yana bir ko'rsatsam nima yaxshi. Birdan o'tiring, mana bunday. Birdan o'tiraman. Tizimli. Koyan qaytdi. Narsa uzakka. Sizga mana bunday o'tirish sizga bir orzuday bo'lib qolganda oxirgi necha yildan beri. Qani oyog'im yig'ib olamanmi ekan? O tayinli og'riq yo'q, siz hozir qo'rqib qo'yingiz, boqimalik ko'rinyapti ana bu. Bizlarga og'riq, kuchli og'riq ko'rsatyapsiz, lekin qattiq og'riq yo'q hozir deyapman. Aytgan zodi nashib qolmayman. Yo'q. Yaxshimi? Edim yaxshi bo'ling. Qayerlarga? Kosonga bordim dedingiz? Koson bordim, Surxondaryo bordim, Dehqonobod bordim, Kitob bordim. Butun Qashqadaryo, Surxondaryo kelgansiz.